98 mingga elitni domdan lyuks 3 xonali polnoценный kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixoja mebel o'rnatilgan, chiroyli kartina va gul qo'yilgan. Bu yerda esa bizlarda kattagina prixoja bor. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Bugun birinchi xonamiz bu yerda sanuzulda dushovaya, unitaz, rakvina qo'yilgan. Bu yerda esa oshxonamizda o'tirib nonushta qilish uchun stul qo'yilgan, kuxonniy garnitura, stиральная mashinka, холодильник, gazli plita, rakvina, vытяжкалар o'rnatilgan do'stlar. Kvartiramizda двухконтурный kotел o'rnatilgan, pol radiatorlar qilingan. Mana bu yerda bizlarda kattagina mehmonxonadan uголок qo'yilgan, konditsioner, televizor, parda, gilamlar qilingan. Mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasida ikkita krevat, parda va gilam to'shalgan. Bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasida ham krevat, tumbochka, shifonyer, parda, gilam, kartina va televizor ham qilingan do'stlar. Kvartiramiz 4-qavatda 10 qavatli domda joylashgan. 84 kvadrat, narxi esa 98 ming, yana savdosi bor. Pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar, yana arzonroq olib beramiz. Kvartira qidirib yurgan tanishlarga urib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.